Ekranalki qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Sabah kuyi programmamiz orqali sizlar bilan yana diydorlashganligimdan intayin xursandman. Shu topda diqqatinglarda bo'layotgani Şinjan Sabah Madaniyat tarqitish cheklik shirkati ishlagan Şinjan Hardambag yemek-ichmak pay cheklik shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Qadrli do'stlar, har son programmamizda yangi kuylarimiz orqali sizlar bilan diydorlashib kelyapmiz. Kuylarimiz sizlarga yoqdimi? Agar sizningmi naqshi jihatda alohidligingiz bor bo'lsa va yoki yangi ijodiyatlaringiz bor bo'lsa, ustozlarning e'tirof qilishiga erishgan bo'lsangiz, qaynamsa sabah kuyi sahnimizda chiroyli naqshlaringizni javlon qilsangiz bo'ladi. Undan boshqa yana mana shu sabah kuyimizning sahnasi orqali eng yaxshi sifatli mahsulotlaringizni e'lon qila olasiz. Amsa sabah kuyimiz sizni saqlaydi. Qadrli do'stlar, bugungi sahnamizdagi mehmonimiz bo'lsa, bu qiz mana bugunning o'zida nayti paraklab ichilgan bir chiroyliqini guldak o'tiribdi. Ayni vaqtlarda bu qizni tilga ilishdan avval naqsini tilga olsam bakrak esinglar kelishi mumkin. Ya'ni qiz qo'shig'i nomli naqsi orqali talay yuraklarni titratgan bu chiroyli qizimiz bo'lsa, o'zining eng chiroyli naqshlari orqali har millat tomoshabinlarining e'tirof qilishiga erishayotgan yosh naqshchimiz Ro'shangul bo'ladi. Qarshi olamiz Ro'shangul. Qani ekronni sizga beray. Salam, ekran oldidagi ko'rurmanlar. Men yosh naqshchi Ro'shangul Abdurahmondan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Sabah kuyi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Rahmat, bizmi xush bo'ldik. Ro'shangul izchil diqqat qilsa, xonim qizlardagi, qiz ayollardagi nazokatni, nozik qarashmalarni o'zingizning naqshlaringizga singdirish orqali ayollardagi shu xil jazbidorlik bilan andin muhabbatni kuylab kelyapsiz. Bo'lib shu qiz qo'shig'i degan naqshingizni menmi bak yaxshi ko'ratdim. Shuningdan azroq anglab yetib yangi kuyga o'tamdik ya. Bo'ldi. Qani? Ajab bir balikin yer ostidan qaraydi. Ketib borsam yo'limga qiyo ko'zda qaraydi. Rahmat. Ayni vaqtda yangi yillik kechilik mete shuningda aytgan vaqtda ish qilib nurg'un kishilarniki diqqati bu naqsha og'dirilgan. Chunki endi buningda haqiqiy qiz ayollar xos bir xil nazokat bor. Eng muhimi tekstimi nurg'un yoshlarniki turmushiga bak tatbiqlangan bo'lg'achqa mumkin. Bakchiqlar yaxshi ko'rgandi. Shuning tariqasida yana nurg'un naqshlarni aytib keldingiz. Ha, boshqa ijodiyatlarim bor. Naqsha aytishni bak yaxshi ko'rsiz deyman. Ha, yaxshi ko'raman. Agar naqsha haqida bir og'iz so'z qilsang, deb sizga fursat kelsa, nima deganingiz bor? Naqsh etishni intayin yaxshi ko'raman. Shundaqla yangi naqshlarni aytib, tomoshabinlarga huzur ato qilsam deb umid qilaman. Biz ham shuni tilakdosh. Unda hozir Ro'shangul, izchil liriklik naqshlarni anglab kelgandik. Bugun olib kelgan naqshingizning ismi? Qadr. Bu masalan qandaroq tempidagi naqsha? Sal sho'q. Sal sho'q naqshimi? Qadr. Qadr qimmat bilan har odam har ishlarda o'ziniki o'rnini belgilay oladi. Undaqda Ro'shangulning ijrosidagi Qadr nomli yangi kuy huzuringlarda bo'lsin. Marhamat. Qadriye iterken bulut esret bilen yağmur tökende günün kadri nuri uçgende aynan kadri gece yetkende qadriye iterken bulut esret bilen yağmur tökende
hemmiga tabir Seginişler puşayman ahir Rahmat Roshangul. Yana yangi kuylar bo'lsa, davomli kelib turing. Ma'qulmi? Bo'ldi. Rahmat. Har san programmamizda bizni alayda qo'llab kelayotgan shirkat korxonalarga minnatdorligimizni bildirib kelyapmiz. Bu san programmamizni bo'lsa, mana hammalarga intayin tanishib bo'lgan sahnamizni liq ilib to'ldirib qo'ygan xilma-xil rangdagi nihoyatda tetimliq jam markasidagi mushu mahsulotlar orqali har millat do'stlarning istimoli uchun xizmat qilib kelayotgan, ya'ni Shinjang Ardambog' yemak-ichmak pay cheklik shirkati o'tirg'i chiqargan mana mushu mahsulotlar orqali sizlarga ozroq e'lon bermoqchimiz do'stlar. Bundaq deyishimdagi sabab hammamiz hamda turmushimizda xilma-xil ichimliklarni ichib turamiz. Ichimliklarni ichish orqali kayfiyatimiz yaxshi bo'ldi, usuzligimiz qanidi degandek. Endi bu jam markasidagi mahsulotlarni ichib baqqan do'stlar balkim bilish mumkin. Shaxsan men ichib baqqan. Buning ichida masalan kishilarning esida bu cho'nglarimiz bek yaxshi ko'rgan mana shu ko'kchi qo'g'inning ta'midilam. Shuni eziblam chiqarib qo'ygandek ishlangan mushundaq jam markasidagi ichimliklar bor. Undan boshqa yana asal suyininki deymiz, yana qorarukninki shundaqmi? Aynula kemavu. Muştan o'xshash nurg'unlagan ichimliklar nayti bozorlik mahsulotlar qatoridan o'rin oldi. Demak, endi bu Ardambog' yemak-ichmak pay chekish shirkati qurilganigimi uzun yillar bo'lib ketdi. 22 yillik mushu musofani besib o'tgandan keyin, demak biz endi musha kelganlar ya'ni mushu Ardambog' yemak-ichmak asosansiz kelgan do'stlarni rozi qilib qolmasdan balki har bir do'stimiznimi, ya'ni o'zining uyida o'tiribmi yoki o'zining uyining oldidagi shu chorshiladilar bevosita bizning mahsulotlarimizni tetib yiqish imkoniyati qilayli deb mana uzun yillik izlanish orqali mushundaq bir jam markasidagi nihoyat tetimliq ichimliklarni maydonga keltirdi. Shunga munosabat bilan Shinjang Ardambog' yemak-ichmak pay chekish shirkatining bundan keyingi ishlarining texmi ro'naq tepishiga tilakdoshlik bildiramiz. Balkim sizning bir ishingiz keldi deyman. Qaysi tamni ichsiz? Aynula sharbati. Aynula sharbati ichib baqamsiz? Qani. Deydi, jam Aynula sharbati unutildirar hammani. Men unutib ketmanligini. Ichib baqa qani. Men mau asal suyiga bakra qiziqdim. Men asal suyini ichib baqaya. Şuna hoşaqdı ya. Haqiqatan kim kelgansiz? Bayatlam ishkimiz kelganimda men dedim bularga diqqat qilinglar. San'atkorlarga vaqt-vaqtida ichimliklarni tayyor qilib turinglar deb. Undaq bo'lsa, bugungi bo'lsam programmamizni alayda qo'llagan ham tajdorligini olgan Shinjang Ardambog' yemak-ichmak pay chekish shirkatiga utuqlar tilaymiz. Undan boshqa Roshangulning doim yangi kuylar orqali eng chiroyli holatda sabah kuyimizning o'rin olishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, atiksan programmamiz texmi rangdor. Shinjang Sabah madaniyat tarixi chekish shirkati ishlagan Shinjang Ardambog' yemak-ichmak pay chekish shirkati tajdorligini olgan sabah kuyi programmamizning bugungi sonini mishada oyoqlashdi. Atik programmamiz texmi rangdor. Atiksanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.